kelishib oldik bolalar bilan. Boshqa narsani qo'yinglar, reklamaga deyishyapti, lekin men o'zim finkalarni yaxshi ko'rganim uchun, mana shu ustimdagi finka o'zimga juda ham yoqib qolgani uchun sizlarga ham bitta ko'rsatib dedim. Qaranglar, buni finkalarni yangi fasondagi finkalar, mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli. Dizaynini qaranglar, qoliplari ham juda ham zo'r, hammaga zo'r tushib ketaveradi. Materiali ham juda ham yumshoq. Buni mana har xil svetlar bor, o'zingizlar ko'rib turibsizlar, akraslarini. Faqat ma'milari sal boshqacharoq, bularning brendi ham sal boshqacha, o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Va bu finkani olgandan keyin albatta shim kerak bo'ladi bizga. Bizda mana pol klassika uslubidagi shimlarimizni sizlarga maslahat beramiz. Bularning ham ortiqcha detallari yo'q. Mana bog'ichlari bor, remen taqish shart emas, xohlasanglar remen taqsanglar ham bo'ladi, lekin mana o'zini mana bu yerda mana rezinkalari bor. Mana bu yerda pulga uradigan okalarimiz mana dollarlarni sekin solib qo'ysa bo'ladi, bekitib. Xullas, o'rtoqlar, bu lukimizning narxi sizga agar qiziq bo'layotgan bo'lsa, bizga hozir mana plyus belgisini qoldiring, mana hozir qoldirsangiz, sразу sizga javob boradi. Hammalarga rahmat.